Mening yoshim katta bu, birovning uyiga borib nonini yeganim yo'q. Yo uyda yashaganim yo'q. Yosh bolalar seksirasa, biz tojiklar hammamiz seksirab gaplashamiz. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Biz Allohga ham seksirab gaplashamiz, sen deb. Ey Alloh bizga baraka ber, iymon ber deb gaplashamiz. Siz deb gaplashmaymiz. Odamlar hamma har xil, misol yaxshi odam, ko'ngli toza odam mening haqimda hech qachon yomon gapirmaydi. Ko'ngli kir, bir narsaga erishmagan odamlar mening orqamdan gapiradi. Shuning uchun bu mening ishim, men yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelganman. Ya dars ketaman. Qariya deydimi, qo'li singanligimi, jag'i singanligimi? Meni onam boqqan. Men dada katta bo'lganman. Dadam yo'q mening. Meni ayam katta qilgan, mehr bergan, kiyintirgan, menga bilim bergan. Boshqalarning bilimi menga kerak emas. Men uchun onamning gapi tamom. Boshqa odamlar nima deydi, nima qo'yadi. Men o'zbek xalqini juda ham hurmat qilaman. Bilaman, mening orqamdan ko'plar gapiryapti. Lekin men tojikistonlikman. Meni tojik xalqi meni hech qachon yomonlamaydi. Lekin o'zbek xalqi yomonlayapti. Men ularni hurmat qilaman.